Hammaga assalomu alaykum. Bugun bir pochta kelgan. Hozir pochtadan olishga keldik. PlayStation 3 xudo xolasa. Endi bemalol uyga borib rasmovka qilamiz. Bir ko'ramiz qani nima bor ekan. 6,5 kilo ekan. PS3 3 kilo, 3,5 kilo bo'ladi. Qani nimalar bor ko'ramiz birga. Pochtamizni olib kelib oldik. Buni rasmovka qilamiz. Video davomida nima bir ko'rib chiqamiz. Video yoqsa like bosing, obuna bo'lib keting, do'stlarga ulashing. Savollar bo'lsa Telegram ichiga bu yerda menga murojaat qilaverasizlar. Qani ketdik. Dahshat o'rayapti mana. Ichma chiqarib o'rayapti. Xo'p. Bu yerda demak disklarimiz bor. PlayStation 3'dagi. Buni keyin ko'ramiz. PlayStation olamiz. Bu yerda HDMI kabel bor. Питание kabel bor. 105'lik zaryadlik kabel var. Bu yerda joysticklar bosishadi. Va PlayStation'da o'zi judayam mustahkam bo'la bor. Buni ochib ko'ramiz. 1 minut. Paketga o'rab, ichida yana paket o'rab. Hop, mana bu PlayStation emas. 3 Slim. Hop. Bu yerda modelimiz 2000 talikda, endi 2004A. Plomba joyida. Bu zo'r holatda. Endi buni televizorga tiqib ko'ramiz. Joysticklar original ekan. Lekin eskiroq, juda yengilroq. Menimcha kichkina platali. PlayStation'ga yoqdik. Buni endi pрошивка bor ekan. O'yinlari Naruto, Mortal Kombat. Bizda demak $490 versiya bo'lsa 120 talik 27 GB bo'sh joyi bor. Endi bu disklarni bir ko'rib olishimiz kerak. Ochib ko'ramiz endi. Xo'sh, disklarni oldik. Gran Turismo 5-chast. Keyin Resistance 2. O'rtacha holatda ekan. 2 Hitman
Absolution. Manuallar bilan disk yaxshi holatda ekan. Resistance hop, GTA 5 manuali bor, GTA 4 o'zi bor. Chizilib ketgan ekan. Hop. BioShock rangli manuallari bilan ekan. Disk yaxshi holatda. Mana disk yaxshi. Battlefield Bad Company 2 ham yaxshi holatda juda. Call of Duty Black Ops birinchi часть. Первая часть deydi. Far Cry 3. Zo'r holatda ekan. The Club degan o'yin. Yaxshi holatda. Battlefield 4 bor ekan. Diskimiz yaxshi holatda ekan. Apache Airsoft. Hop. Disk yaxshi holatda. Keyingisi Killzone 3-часть yaxshi holatda bu ham. Keyingisi Max Payne 3. Yaxshi holatda ekan. Keyingisi Battlefield 3-qismi Limited Edition. Bu yerda bonuslar kiradi. Karkant missiyasi. Keyingisi Call of Duty Modern Warfare 3. Yaxshi holatda bu ham. Disklar shular. Bu yerda 16 ta disk ekan. Disk avodini ham bir ko'rib olamiz buni. Buguncha videolar shu edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, paka.